AQSh prezidenti sifatida ish boshlaganidan 5 oy o'tib Qohirada qilgan ma'ruzasida Barak Obama nafaqat AQSh balki G'arbning musulmon dunyosiga nisbatan munosabatida yangi davr boshlanishiga umidlar uyg'otgan edi. I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world, one based on mutual interest and mutual respect. Men Qohiraga AQSh va dunyo musulmonlari o'rtasida yangi munosabatlar davri boshlash umidida keldim. Bu munosabatlar o'zaro manfaatlar va o'zaro hurmat ustiga qurilmog'i lozim. Bu munosabatlar Amerika va musulmonlar bir-birini inkor qilmaydi va o'zaro raqib emas degan haqiqat ustiga qurilmog'i lozim. AQSh va musulmon dunyosi aslida bir xil qadriyatlar ustiga qurilgan va bir xil prinsiplarga ishonadi. Bu esa adolat, taraqqiyot, o'zaro toqatlilik va inson qadri kabi g'oyalardir, degan Qohirada qilgan mashhur nutqida Barak Obama. 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan so'ng AQShning Iroq va Afg'onistonda boshlagan urushidan 10 yilcha o'tib, Obama Qohirada musulmonlarni o'zaro ishonchsizlik va shubhalar davrini yopib, munosabatlarda yangi sahifa boshlashga chaqirgan edi. Ammo Obamaning bu chaqirig'i uning urinishlariga qaramay bugunga kelib samarasiz qoldi, deydi amerikalik tahlilchi Michael Rubin Ozodlik bilan suhbatda. Men Yaqin Sharqning Oq uyda o'tirganlar stolidagi asosiy masala ekaniga ishonmayman. Aksar hollarda Oq uyda Obama yoki Bush yoxud Clinton o'tirganidan qat'iy nazar, AQShning Yaqin Sharqqa nisbatan siyosati faol bo'lgan emas. Bu asosan mintaqadagi jarayonlarga aralashish emas, balki ularga munosabat bildirish yondashuvidir, deydi Rubin. AQShda saylovoldi kampaniyasi belgilovchi bosqichga kirgan ayni kunlarda Oq uyning Yaqin Sharq siyosati muxolif respublikachilar uchun asosiy tanqid nishoniga aylandi. Musulmonlar gunohsizligi havaskor filmiga qarshi Liviyada yuzaga chiqqan norozilik oqibatida Beng'ozidagi AQSh konsulligining vayron etilgani va 4 Amerika diplomati, xususan elchi Stevensonning o'ldirilgani respublikachilar tomonidan Obama Yaqin Sharq siyosatining muvaffaqiyatsizligi sifatida talqin etilmoqda. Ammo aksar tashqi siyosat tahlilchilari kabi Michael Rubin ham Muhammad payg'ambar hajv qilingan filmga reaksiya sifatida boshlanib ketgan zo'ravonliklar ildizi aslida musulmon dunyosida o'nlab yillardan beri hukm surayotgan mustabidlik va iqtisodiy imkonlar yo'qligidan tug'ilgan g'azabga borib taqalishini aytadi. I think that 80% of what we're seeing in the Middle East right now has to do with domestic politics in the Arab world. Bugun biz Yaqin Sharqda guvoh bo'layotganimiz norozilikning 80% arab dunyosidagi ichki siyosat bilan bog'liq. Faqat bu norozilikni AQShga yo'naltirish juda qulay. Obamaning xatosi Yaqin Sharqdagilar bilan gaplashish ohangini o'zgartirishning o'ziyoq mintaqadagi AQSh imijini o'zgartiradi deb ishonganidir. Bunday bo'lmadi, deydi amerikalik tahlilchi. Washingtondagi Woodrow Wilson markazining Yaqin Sharq bo'yicha tahlilchisi Aaron Miller ham arab dunyosidagi aksil Amerika hissiyotlari uchun Obama siyosatini ayblash asossiz ekanini aytadi. They're being driven by profound anger toward the United States, which has been loosed by the Arab Spring. And that anger Bu mintaqadagilar AQShga nisbatan nihoyatda kuchli g'azab bilan yashab kelayotgan va arab bahori bu g'azabni salgina yumshatgan edi. Aslida 40 yildan beri qaynab kelayotgan bu g'azab uchun ham respublikachi ham demokrat ma'muriyatlar birdek mas'ul. Bu g'azab ildizi AQShning Isroilni ko'r-ko'rona qo'llashiga borib taqaladi. Qolaversa Iroq va Afg'onistondagi urushlar, aksil terror siyosati va uchuvchisiz qiruvchilarning bemalol musulmon mamlakatlariga hujum uyushtirib kelayotgani ham bu g'azabni kuchaytirib yubordi. Ayni paytda bizning madaniyatimiz, qadriyat va erkinliklarimizni mutlaq qabul qilmaydigan marginal guruhlar ta'siri kuchayib borayotgani ham fakt. Ular bizning qadriyatlarimiz zaminini tashkil etuvchi so'z va e'tiqod erkinligi 4-darajali kinochiga ham musulmonlarni haqorat qiladigan film ishlashga imkon berishini tushunmaydilar va tushunishni istamaydilar ham, deydi amerikalik tashqi siyosat tahlilchisi Aaron Miller.